Manchester United Elliot Anderson transferidan katta ehtimol voz kechdi. Kechagina chiqqan xabarlarga ko'ra, Manchester City Elliot Andersonga ikkinchi taklifni yubordi. Unga ko'ra 106 million funt va bonuslar bilan 121 million edi. Adashmasam 121 million funtlik taklif jo'natdi va bu ham rad qilindi. Nottingham Forest 125 million toza bonuslarsiz xohlayotgan ekan. Ya'ni ular Britaniya rekordini xohlayapti. Angliyada o'sha transfer rekordi kimga tegishli? Adashmasam Isakka o'sha rekordda yangilanishini ular xohlayapti yoki kamida o'sha rekord takrorlanishini. Men o'ylayman, aynan shu 125 million taklif qilgandan keyin Forest prezidenti qanaqa odamligini o'tgan mavsumda men bildim. Aynan shu Gibbs White va boshqa o'yinchilar voqeasidan keyin 125 million taklif qilib qo'ysa ham City Nottingham 150 deb turishi mumkin. United bu narsani o'qiyapti, tashqaridan kuzatyapti. Biz oldingi lo'qmasmizda endi auksion qilib narx bo'yicha talashadigan, bizaga o'tishni xohlagan o'yinchilar uchun kurashamiz debdi rahbariyat. Va bu zo'r. Nima kerak bor? United uchun o'ynashni xohlayotgan o'yinchi uchun yana bunaqa katta narxda savdolash, auksion qilish. Bu yana bitta logika bor. Bildirib qo'ymaslik. Biz ham taklif bilan chiqib qo'ysak, misol City 106 million berdim, biz mana masalan 107 million beramiz yoki 110 million beramiz. Shunaqa taklif bilan chiqib qolsa, qolganlar ham ko'radi-da, bularda pul bor ekan. Demak, biz o'yinchimizni ham narxini oshirib ketsa bo'ladi. Bularda shuncha pul bor, ular shunaqa narxga ola oladi demaylik. Bu shundoq narx oshyapti, Fernandes ham narxini ko'tarishdi. Agar shuni bildirib qo'ysa, yana ham narxi ko'tarilishi mumkin-da. Shuning uchun tashqaridan, chetdan tinchgina kuzatdi Manchester United rahbariyati va men o'ylayman, to'g'ri ish qilishdi. Xo'p, endi bu yog'i nima bo'ladi? Kimni olamiz? Yaxshi o'yinchi-yu deyishligida mumkin. To'g'ri, yaxshi o'yinchi, zo'r bir mavsum zo'r o'tkazdi, lekin agar bu summani to'lasa, misol uchun kamida 125 million so'rayapti. Agar bu pullarni to'lasa, Manchester United bu mavsumda ko'p transferlar qila olmasligi mumkin. 3 ta yarim himoyachi ola olmasligi mumkin. Andersonga agar shu pul to'lasa, bo'ldi. Anderson va Ederson bilan qolib ketishimiz mumkin. United bo'lsa, kamida 3 ta yarim himoyachi xohlayapti. Endi Unitedning maqsadi Mateus Fernandes va Bournemouth yarim himoyachisi Alex Scott ekan. Ya'ni shu o'yinchilar, demak United qanaqadir xohlab turibdi, bular biladi buni ichkaridan va aynan shu o'yinchilar uchun intilmoqchi ekan. Anderson transferi demak oldindan o City bilan kelishgan bo'lgan ular. Anderson ham ko'proq Cityga moyillik bergan, bu haqida ham aytib o'tgan edi Messilarda bo'lsa, demak bu narsalar rost bo'lib chiqyapti va United holatni faqatgina tashqaridan kuzatib, agar nimadirlar o'xshamay qolsa harakat qilamiz degan narsa o'tgandir, lekin baribir juda ham jonli berib harakat qilishmadi. Shundan ham o'zi bilib olsa bo'ladi. Endilikda faqat Mateus Fernandes va Alex Scott uchun United kurashar ekan. Bu Anderson 125 million, Fernandes 80 million, Scott 80 million. Balibaga ham 80 million shu Tonali 100 million. Bu bizani Bruno nech pul turar ekan unda? Bular shunaqa pul tursa, bizani Bruno nech pul turar ekan? 400 millionmi? Qancha turadi? Bu bunaqa mavsum uchun.